Assalomu alaykum. Yana banyo haqida ma'lumot berib o'tay. Bu banyo 14 xil bakteriyalarni yo'qotib, odamni masalan putlari terlaganda mikroblarni o'ldiradigan, banyo, vanna, dushlarda har qanday o'sha mikroblar tarqamasligi uchun chiqarilgan narsa ekan bu. Bemalol ishlatsalar bo'ladi. Put terlaganga, masalan tuzalmagan, bizda ko'proq hali kojiniyga borib, temiratki deydi, tuzalmagan chiqqanlarga ham masalan doktorning paxtasiga siypab turib biz ko'pchilik rezultatlar yaxshi bo'ldi. Tuzalmagan o'sha kojiniyday qaytganlar 3 kunning ichida rezultat bo'ldi. Bunda yana bir kubik kremimiz bor. O'sha bundan siypab turib o'sha bilan artgandan keyin o'sha kremman yaxshi bo'lgan rezultatlar ko'p bo'ldi. Qo'rqmasdan har bir uyda bo'lish kerak ekan bu. Bakteriyalardan ko'p kasallik kelib chiqadi ekan.